Assalomu alaykum. Nika aile ve farzand topumuzga barliq aziz qarindoshlar, hammanglarning ajab vaqtlaringlar xayrli bo'lsin. Men psixolog qarindishinglar Güzelnur Nurmamat bo'laman. Topumuzga bu bir hafta jarayonida yangidan kirgan barliq qarindoshlarimni chin ko'nglimdan qarshi olaman. Hammanglarning kelgan qadaminglarga marhaba. Bu bir hafta ichida topumuzdan ba'zan qarindoshlarimiz ayrildi, ba'zan qarindoshlarimiz qo'shildi. Hayotga shunday qaraydigan bo'lsak, hayotning o'zi bir zaten yo'lchilik. Biz shu yo'lchilik safarimizda ba'zan insonlardan ayrilamiz, ba'zan insonlarni hayotimizga qo'shamiz. Shu shaklda hayotimizning ma'naviyatini o'zimiz izlab, o'zimiz boshqatirib, o'zimiz tanlab, o'zimiz shallab mollashtiramiz. Hammani to'g'ri tushunamiz. Shunga topimizga yangi kirganlarnimi, topimizdan chiqib ketayotganlarnimi aramizda har zaman ko'rishni, hayotida xushal-xuramlik bilan yashashni, har ketgan yerida go'zal aslimlarni qoldirib, go'zal narsalarni o'rganib yoki o'gitib, xushal yashashni chin ko'nglimda umid qilaman. Bir haftamiz to'shib, yana dars vaqtimiz kelib qopti. Bu haftada yana o'xshashlar o'zininki qimmatli vaqtlarini chiqarib, "Mushu qarindishimiz menga yordamchi bo'la olaydi" deb har turli savollarni so'rab, ayrimxonamda men bilan paranglashgan barliq qarindoshlarim, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Balkim yordam qila olgandimma, balkim qila olmagandimma, ammo bir-birimizningki tonishishi qandaqdir tasodifiylik bo'lmasdan, o tasodifilikning orqag'imi nurg'un haqiqatlar yoshiringan bo'ladi. Ba'zan siz o'gitib, ba'zan biz o'gitib, hayotdagi bo'shliqlarni tamomlashda, hayotimizdagi bilmaganliklarimizni o'zaro o'rganib, texmo taraqqiy qilib, o'zimizning yerim holatidagi hissiyot, tuyg'u, insoniy jihatdagi majburiyat, mas'uliyatlarimizni to'liqlashda bir-birimizga pek ihtiyacımız var. Şunun için hayatımızda uçuratkan her bir insanlığa mındaqla attığı qarmasdan her bir insan bir kitap, her bir insan men üçün çokum bəzən iznalarını qaldırış bilen ya meni tərbiyelab qoydu, ya men tərbiyelab qoyman, ya ki tərbiyelenib alman degan şekilde her bir insanga naiti mehribobat bilen, söygü bilen muamele qilsak, çokum yaxshi natijalar bizga bir yerdan yo'qib qoladi deb o'ylayman. Endi kechan bir hafta ichidagi oiladagi qarindoshlarningki oila masalalarini anglatishdan boshqa, shu bola tarbiyalashda qiynayotgan nurg'un oila bo'lyotdi. Endi shu oilalarning birisi bilan bo'lgan suhbatini bugun sizlarga depmemişçi. Endi bu şekilde depiriş bilen başka muşu jihatda o'ylanayotgan nima ish qilishni bilamay qolgan ba'zan qarindishimizga yordamimiz tegib qolsa ajab emas. Aramizda ma'lum bir qarindishimiz nihoyatda yaxshi o'qibdi. O'zim eng yaxshi universitetlarda o'qib, shunchalik layoqatli ana bo'lishini o'ylab, nurg'un armonlar bilan to'y qilib, balliq bo'libdi. Ama balasının kichiklik vaqti nihoyatda xushal-xuram, go'zal o'tgan bo'lsa-mu, cho'ng bo'lgan sari balasi anasi bilan dadasini yaratmaydigan bo'lib qoldi. Shuning bilan balasining bu muomalasidan bearam bo'lgan ana bilan dada bara-bara tushkunlashishga boshlabdi. Biz ikkilimiz universitetni o'qigan, o'zimizni shunchalik layoqatli deb his qilatdik. Nima uchun balamiz bizni bundoq to'van ko'rdigandi? Nima uchun biz bilan mengishdan qijil bo'ldigandi? Maktabda ota-onalar yig'inlari bo'lsa bizni nima ishga chaqirmaydigandi? degan o'y bilan balasi bilan paranglashmoqchi bo'libdi. Balasidan shunday so'rabdi: "Balam, sen bizdan nomus qilamsa? Nima ishga teshiga chiqsak biz bilan birga mangmaysa? Nima ishga ota-onalar yig'inda bizni chaqirmaysa?" deb so'rabdi. Bu bala boshda gap qilmay jim turibdi-yu, birdan o'zini tutib olgandan keyin ho'ngrab yig'lashga boshlabdi. "Sizlar nima ishqa sening darding nada? Sen nima o'ylayapsa? Nima uchun bizni chaqirmaysa?" deganning o'rniga, "Balam, biz sen degandek ota-ona bo'lolmadik. Balkim sening dunyoringda texmo yaxshi bir ota-onaga men loyiq deydigan tushunchang bo'lish mumkin deb so'rab baqdinglarmi?" debdi 10 yoshdagi bola.
10 yaşdaki balaning mushu savolni anasidan so'rayolganining o'zi zaten o balaning bir aqlli bola ekanligini ifodalaydi shundaqku. O bala nurg'un tajribalarni ko'zdan kechirish, boshqa insonlar bilan silishtirish jarayonida o'zining onasidan ma'lum narsalarni topolmagan, his qilolmagan, shuning bilan shundaq tuyg'ularga ega bo'lib, ota-onasidan o'zini tortishga yoki do'stlarining oldida mening ota-onam deb tunishtirishga jur'at qilolmagan. Ammo buni ota-onasiga yaxshi ifodalab bermay, gap qilmay turib olishni tanlagan. Shuning bilan bu shaklda bolasi bilan qanday fikr almashtirishni bilmay qolgan bu ota-ona menga telefon qildi. Men onasi bilan ayrim, tatasi bilan ayrim ko'rishdim. Eng oxirida ota-onasining zo'lishi bilan o balamiz bilan ko'rishgan bo'ldik. Endi oxiri ikkili tarafninki o'zaro o'zlarini tushundirishi va bir-biriga ifodalamagan masalalarni mening o'rtaq kirishim bilan, ich berishim bilan bu masalalar hal bo'lgan bo'ldi. Endi bu balamizning deyishicha, bu balamiz kichik vaqtidan bek agi cho'ng bo'lgan-ki. Bütün degan narsalarning hammasini qilib bergan-ki ota-onasi. Birla bolaga ota-onasining sharoitimi shunday yaxshi-ki, keyin ma'lum sabablar bilan boshqa yurtlarga berib, u yerda shu kichik vaqtidagi erishganlarini ko'rmabdi. Anasınыңmı, dadasınыңmı burunqidek onunğa köyünmaydiganligini his qilgandek bo'pti. Sinfidagi do'stlarga shunda qarab baqsa, ota-onasi hamma deganni qilib berdi-ki, ularning o'zining ayrim uxlash uylari bor-ki, har turli narsalari har zaman to'liq bo'ladi-ki. Bu bola shular bilan selishtirib, menmi bularga o'xshash inson, menmi bularga o'xshash bola, nimishqa mening hamma narsam to'liq emas. Kichik vaqtimda beni hech kim tonimaydi. To'liq bo'lmasin bo'ldi. Lekin hozir mening o'zimni tanitadigan vaqtimda hech nimamning yo'q bo'lishi bu mening xatoliqim emas, mening ota-onamning xatoligi. Mening ota-onam demakki, mushu diğer savoqdoshlarimning ota-onasiga o'xshash tirishchan emasga. Hech nimani bilmaydigan, nayt aqlsiz ota-onalarga. Men o'zimni ota-onamdek bo'lishni o'ylamaganligim uchun ota-onamdan uzoq tursam, özümni farqli bir şekilde yetiştirsem, texmi taraqqiy qilsam, cho'qim ota-onamdan kuchli bo'lib ketsam, men atog'un cho'ng bo'lganda balalarimni hech kimga muhtoj qilmay, mush sinfimdagi balalar qanday yashagan bo'lsa, hamma narsani olib berib, tal qilib cho'ng qilsam degan xayollarning ichida opam dadamni ko'rsam ochig'im keldigan. Ularga nafrat ko'zim bilan qaraydigan bo'lib qoldim, deydi. Ya'ni men biraz ba'zan narsalarni kirishtirib texmi yaxshi to'liq ifodalab berish uchun bu güzel bir şekilde anlatyapman. 10 yaşdagi bola tamamen müşta anlatamazmı? Ama demekçi bo'lgan ma'nosi mushu şekilde bo'ldi. Endi onasi bilan dadasi balasininki bu so'zini anglagandan keyin shunchalik ko'ngli yerim bo'ldi. Nimishqa yerim bo'ldi? Qobullanmasmi bu bir haqiqat. Balamning his qilganini men his qilolmabdiman. Real ishkilimiz demisimi biz eng yaxshi universitetlarda o'qigan, biz universitet savoqdoshlari. Ammo biz bu chet elga chiqqandan keyin o'zimizning kasb to'g'risida bir o'ylanib, cho'ng ishlarni qilaylik demay, shu pullarimizni bankadagini azozdan xajlab, nayt tejashlik bilan kunlam o'tkazib o'tibdik. Balamning tushunganini tushunolmabdik. Deb shunchalik yig'lab ketdi. Balasini chin quchoqlab, "Balam, sen haqiqatan bek aqlli ekansan. Biz sende ügündiğen nurgun narsalar var-ki" deb balasini chin quchoqlab bag'riga bosdi. Shuning bilan o balami yig'lab olgan bo'ldi. O'zining ko'nglidagi gapini ifodalab olgan bo'ldi. Shuning bilan men o o'g'limizga dedim: "O'g'lim, sening o'ylaganlaring haqiqatan to'g'ri. Hayotda hamma narsamiz bizning o'ylaganimizdek bo'lmaydi. Sen apang bilan dadangni bugun yaratmagining bilan, shu apang bilan dadang bugun bo'lmagan bo'lsa, sen jamiyatda texmi bo'yningni qisib qolding. O'ylab baq, shu bechora apang seni tug'man deb 9 oy 9 kun qo'saq ko'tirib, 9 oy 9 kun nurg'un narsalardan farz tutib, sat bo'lib ketamanmi, semirib ketamanmi deganlarni o'ylamay, seni dunyoga ko'z ochqizgan. Bütün insonlar sen dunyoga kelganda xushallikdan bizning o'g'limiz dunyoga keldi deb chavoq chaqan vaqtida sening anang qattiq azob ichida ingrab turib,
açıq tolğaq yeb, özünün cinini qoluğa əpdirib, seni dünyaya göz açqızğan. Anan bolmagan bolsa, sen bolmaydın. Senin muş aqıllıqlığın, senin muşunda çiraylıq buluşun, senin muşunda sağlam buluşun, şu çiraylıq ananın qosqidan başlap seni yaxşı tərbiyəlgənligide. Şunu sen anan namrat bolsun, bay bolsun, çiraylıq bolsun, səhət bolsun, seni sağlam muşu dünyaya göz açqızğanlıq üçün rəhmətlərini bildirib, teşekkürünü bildirib, minnətdarlığını bildirib dursan, anan xuşal bolsa, dadan xuşal bolsa, ular salamat boludu emasmı? Ular salamat bolğan siri, ularmı oqığanke, ularningmi kasbi bazı fursat tanlab ötüpdü. Bir iş qilishni o'ylashib o'tibdi, qilmaydi emas. Ular terishib, mush balimiz uchun cho'ng ishlarni qilishimiz kerak deb plan qilib o'tibdi. Bu planlari amalga oshsa, sen sinflaringdagi boshqa saboqdoshlaringdan texmi yaxshi kunga erisha olaysan emasmi? Faqat sabr lozim. Ba'zan narsalarni biz aldirab tushunmaymiz, ammo mushundaq tushundirib berganda tushunib olamiz. Shuning ba'zan narsalarni sen o'zinglam o'ylab, o'zing javob berib o'tib, o'zing bilan o'zing mayuslanib, beguna sen naydi yaxshi ko'rdigan mushundaq mehr-muhabbatdan mahrum qolgacha, ichingdagini qo'rqmay ifodala. Apang dadang bilan jiqroq fikr almashdug'in, shuning bilan hamma ishlar hal bo'lib ketadi. Masalan, hozir sana men bir uy beray, pul beray, hamma narsang tal bo'lsin, ammo anang bilan dadangni ilib olay. Menga ko'ranmaysan dey. Sen qabul qilamsan? deb so'rsam, "Yo'q, qabul qilmayman, men opam dadamni yaxshi ko'rmadi" dedi. Bu gapni anglab, apstatsım bek söyünüp ketdi. Şunun bilan bu ailelerning ichidagi özleri qandaq söz içib, nereden başlap qandaq yoğuşturuşunu bilenmeyen bir mesele, ama şundaq kichik bir diyalog bilan naydı güzel bir şekilde hal bo'lgan bo'ldi. Şununğa aziz qarindoshlarım, mushu kichik bir vaqalikdan hammanglar bir narsani his qilib olsak. Biz ailede bola tarbiyalashda pek çok neslen plan qilmasdan her vaqt deydiğim ailemizdeki hareketlerimizge, qilvatgan işlerimizde men balamga örnek bo'la olavatamdim. Men balam faxrlangidek ana tadı bo'la olavatamdim deb özümüzden bir so'rab, balamızga onu qil, bunu qil deyishdan burun ben şunu qila oladimmi, qilamadim-mi? Balam şunu menden ko'ra oladimi, ko'ramadimi deb dangsab qilib tarbiya qilsak, balla o vaqtida ham hareketden hem nazariyadan ikkisini birga qabul qilib, texim unumli foydaga erishalaydi. Shuningga aziz qarindoshlar, bola tarbiyalashda bek sabr lozim. Asallam tushkulishib ketmayli. Avval o'zimizni kuchlantirib, avval o'zimizni naydi sevgi dolu, hamma xushallik, muhabbat mening ichimdalam emas, balamning ichidan bor. Bu birlashganda biz bir butun xushallikqa erishalaymiz. Shuning uchun bir-birimizni tushunishimiz kerak deb o'zaro bir-birimizni kechirib, ichimizda g'um saqlamay, nima ish bo'lsa, mushundaq o'zaro fikr almashtirish bilan har kuni jiq vaqt bo'lmasmi dedim-ku, bolalarni tarbiyalashda har kuni bir kun 24 soat birga bo'lib olmasaqmi, sog'lom hamma narsani qo'yib qo'yib turib 20 minutlik suhbat bizning bir kunlik beradigan muhabbatimizni tamomlay oladi. Bir-birimizdan ayrim, birimiz boshqa o'rtada, birimiz boshqa o'rtada harakat qilmay, birga beraber harakat qiladigan mushu 20 minutlik vaqtimizga alayda e'tibor beraylik. Mushu e'tibor bergan 20 minutimizda bugun nima ish qilding, nima o'ylading, nima planlaring bor, bizni dunyoda nimalar saqlayotdi, dunyoning taraqqiyoti qanday bo'lyotdi, nima kasbni qilgan bor, men kichik vaqtimda mundaq planlarni qildim, miya qadar qila oldim, buni qilishni tutib qo'ymadim, yana planim bor, yana qilmoqchi degandek mushundaq suhbatlarni jiqib bergan vaqtida bolamizningki o'zini yetishtirish, yangi dunyo yaratish, yangi planlarni qurish jihatda intilishi bo'ladi. Shunga aziz qarindoshlarim, sizlarning mushundaq masalalarni uchrab qanday hal qilaman deb tinirqab qolmasliqinglar uchun bugun mushuni tavsiya qilgim keldi. Hammanglarga ulug' Rabbimiz dunyo oxiratda xayrlik, aqlliq, insofliq, imonliq farzandlarni yetishtirishni nasib qilsin. Allohga omonat bo'linglar.